Toshkentdan beri bitta inson no'xat dedi. Hattoki ishonasizlarmi? Sho'rvasida 4 ta dona bo'lsa ham, 5 ta dona bo'lsa ham no'xati bormi deb yurgan bitta inson bor edi. Shu inson bugun chustda o'z baxtiga erishdi. Mana shu no'xatiga erishdi. Qalay Men ekan? topdim baxtimmi deydi. Qani hozir. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Maza bo'lsa kerak oshdan keyin. 20 kun Toshkentda hamma viloyatda no'xat sho'rvada bo'lsa ham mana. Lekin men bilmay osh yeb qo'ydim. Gap yo'q. Aytgancha bu Samarqanddagi no'xat bor yo'ldagi. O'sha yerdagilar kelib o'rgatib ketgan no'xat ekan. Xullas Samarqandcha no'xat ekan. Voy. Yoqimli ishtaha. Namanganda Samarqandcha no'xat. Kelaverasizlar. Ko'rdinglarmi? Mana odam nimani xohlasa erishar ekanda. Bu no'xatni orzu qilgan, mana no'xatga erishdi-da.